Yahyo ibn Muoz aytadi. Bechora odam bolasi agar do'zaxdan kambag'allikdan qo'rqanchalik qo'rqanida albatta jannatga kirgan bo'lar edi. Biz kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqamiz. O'shuning uchun shuni chorasini qilamiz. Isrof qilmaylik, topgan pulimizni o'rniga sarflaymiz. Kasal bo'lishdan qo'rqamiz. O'shuning uchun issiq kiyinamiz, qishda salqintaga kiramiz, yozda kasal bo'lib qolishdan qo'rqib nimadir qilamiz. Agar inson do'zaxdan ham qo'rqqanda edi, kambag'al bo'lishdan qo'rqqandek jannatga kirgan bo'ladi. Allohdan qo'rqish gunohdan to'sib turadi insonni, toat ibodatga chaqirib turadi. Qalbi doim Allohni eslab turadi. Qalbida Allohdan bo'lgan qo'rquv bor odam boshqa qo'rquv qolmaydi qalbida. Kim aytgani bo'ladi? Fattaqulloha yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar, mendan qo'rqinglar deyapti Alloh. Men o'zim o'rgataman hamma yo'qda. Va man yattaqi